Keyingi nima sasvyapti? Zebaxon ovqatni kuydirib qo'ydim. Oysho'nga yetmas. Nima deb o'ylaysizlar bu narsalar? Oyimga tegmaymi, yoz qoldiringlar. Sarog'ich undan ko'ra Oyjonga yetsam bo'lardi. Sizlarni ham kenayinglar hech qanaqa ish qilmasdan tez charchab qoladimi? Dangasa kenayinglarga yuborib qo'yinglar. Mana bugun ham kenayimni bemaza ovqatlarni yeyishga majbur bo'lamiz. Kenayim siqilmay oilada bo'lib turadi-da. Singlim, rahmat. Xatoyim faqat meni xatolarim videoga olib yurasiz deb o'ylayapman. Nima deb o'ylaysizlar? Akam kenayimni nima bilan urgan? 100 ta like yig'sa qaytadan urushtiraman. Zebaxon, menga qarang, har doim men yomon chiqib, bir marta yaxshilab chiqing. Bo'ldim. Kenayim shunaqangi saxiy odamlarki, taqib yurgan ziraylarni ham mendan qizg'anmaydilar. Bering. Bering, Instagramga qo'yaveraman. Bering. Sizlarga ham kenayinglar mana shunaqa uxlab yotadimi? Agar Menga qarang, Zebaxon, shu telefoningiz qachondir tutab, batareykasi o'tirib qoladigan vaqtdan bo'ladimi, yo'qmi? yo'q, конечно, bu yangi Honor 400 Lite-ku. Bundan tashqari AI tugmasi orqali tezkor video vizit qilsa ham bo'ladi. Uzoq muddatli batareyka, tezkor protsessor, uni ustiga AI kamera tugmachasi ham bor. O'shaning uchun mas'ulchining videolarini tez olaman. Zebaxon, kecha siz maqtagan telefondan men ham oldim. 13-marta sovchilarim qaytib ketdi. E'timo qilishim hech kim olmaydi deb endi qanaqa bu yerga tegadilar? Show, it's not stop, yo.